O'pkasida muammo borligini qanaqa bilsa bo'ladi? Buni sabablari juda ko'p, lekin men sizga hozir asosiy 3 ta belgilarini aytib o'tib ketaman. Birinchisi, zinadan chiqayotganingizda qansirash paydo bo'ladi. Ikkinchisi, jigar qatlamini, yurak qatlamini yog' bosishi natijasida. Yog' nimadan kelib chiqadi? Bu xolesterin miqdori ko'pligidan. Uchinchisi, odamlar e'tibor bermaydigan jihat shundaki, shoshqaloq, har bitta narsaga shoshib harakat qiladigan odamlarda o'pkasida muammolar kuzatiladi. Birinchi navbatda, zinadan chiqayotganingizda agar muammolar bo'ladigan bo'lsa, bunga asosiy yechim nimada? To'g'ri nafas olish. Chuqur burun bilan nafas olib, og'iz bilan chiqarish kerak. Ikkinchi navbatda, agar jigaringizda, yuragingizda yog' bosgan bo'lib, xolesterin miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, sutli mahsulotlarni, nonli mahsulotlarni hamda uglevodli mahsulotlarni kamaytirish kerak bo'ladi. Fizический harakatingiz yuqoriroq bo'lishi kerak. Uchinchisi, shoshqaloq odamda nimaga kuzatiladi? Chunki bu narsa baribir emotsional, miyaga bog'liq bo'lganligi uchun birinchi navbatda o'pka zarar ko'radi. Agar o'pkada muammolar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shoshqaloq odamlar harakatini sal cheklash kerak bo'ladi. Ya'ni shoshmasdan bir yechimga qo'yib olib, reja bilan harakat qilsa, yaxshi natijaga erishadi. Agar sizda yuqoridagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qiling.